Shunchaki qopqog'ini qo'yib qo'yinglar, xolos. Bu mavzuyimizni ham traplarga tegishli bo'ladi. Ya'ni voronka o'rinlaridagi biz ish tugatgandan keyin nastavnoy element, ya'ni kafel terish paytiga kelgandagi ustiga qo'yiladigan qopqoqlari haqida bo'ladi. Har qanaqa sistemamiz, ya'ni asosan biz qo'llagan inversion sistemamizda oxirgi etapi stяжка bo'lsa, stяжка o'rnidan keyin voronka o'rni qoladi, ya'ni voronka tushib ketadigan chuqurligi qoladi. U xoh bokovoy voronka bo'lsin, xoh u внутренний воронка bo'lsa, ya'ni pastga tushib ketadigan voronka bo'lsin, o'rnida teshigi qoladi. O'rnida setkasi bo'ladi. Voronkalarni ko'rsatib ketgandim o'tgan videolarda ham. Bo'lsa setkasi ham bunaqa bo'ladi. Bo'lmasam yonbosh tushib ketadigan boshqacha setkasi bo'ladi. Yoki ikkala holatda ham setkasi bo'lmasligi mumkin. Bu strashniy emas. Bu setkalar qo'yiladigan vaqtinchalik setkalari bo'ladi. Lekin asosiy qo'yiladigan qopqoqlari rasmda ko'rsatib ketaman. Xuddi shu qopqoqlar bo'ladi. Shunga o'xshash qopqoqlar bo'ladi. Bu holatda nima bo'ladi? Ko'pchilik holatlarda tushunmovchilik bo'ladi. Ya'ni o'zini setkasini qo'ymaymizmi? Nimaga bunaqa? Nastavnoy elementlar har xil bor, ya'ni ustiga qopqoqlar har xil bo'ladi. Qanaqalarni qo'ysak bo'ladi? Kafel terayotgan jarayonda qo'yiladigan narsalarni ko'rsatib ketaman. Hammamizda oxirgi etap stяжка, misol uchun, oxirgi etap stяжкасы. Bu voronka o'rni. Bu voronka o'rnida bizda tagida teplоизоляtsiyasi, drenaji, bu yerda 10 sm teplоизоляtsiyamiz, ustidan 1 sm drenaji turibdi bu yerda. Razukon gidroizolyatsiyasi. Mana bitta bizda turadigan voronka o'rnimiz bo'ladi pastda. Ya'ni voronkamiz mana shu holatda turadi. Ya'ni mana bu holatda ochiq пространство bo'ladi, ya'ni ochiq joy bo'ladi. Ochiq joy qanaqa bo'ladi? Stяжка paytida kafel terib kelayotgan paytingizda, ya'ni kafel terib kelishyapti. Bu joyning ustini tepadan обработкасini qaraydigan bo'lsak, tom. Misol uchun bu yerda voronka deylik. Hamma joydan kafel keldi deylik. Shu joyga qopqog'ini qo'yish kerak. Yo bu burchida, yo o'rtada bo'lsin. Nastavnoy elementi chuqurligi bor va kaltasi bor, ya'ni xuddi sanuzildan qo'yiladigan qopqoqlar singari. Shu qopqoqlarni akkuratni qo'yasiz, ya'ni mana shu joy o'ziga qo'ysiz bo'ldi. Mana bu joy teshik nima bilan yopiladi degan savol tug'iladi. Bu joy teshikni yopish shart emas. Chunki tepa tomda o'tgan safar videolarda aytganimdek, asosiy suvi 95% shu voronka olib ketadi. Eng pastga tushib ketadi. Qolgan prosentdagi suv 4% drenaj olib ketadi. Drenaj bilan kelib, u drenaj ham oqitish kerak, pastga qarab suv, ya'ni pastga yo'nalish kerak. Va izolyatsiyaga borgan suv 1%, u ham pastga oqib ketish kerak shu voronka bilan. Bu yerdan kelayotgan suv orqaga ketmaydimi desangiz, da ketishi mumkin agar bu yaxlasa. Yaxlagan taqdirda ham bu yerda bizda drenaj bor, u suvni ko'tarib olmaydi, stяжкani ko'tarib olmaydi. Shuning uchun bu joy chuqurlikni anaqa kanalizatsion turba qo'yib turib, yoki boshqa narsa qo'yib turib bunaqa to'ldirmaydi. Chunki o'tdan kelayotgan to'siq bo'lib qoladi bunga. Ya'ni mana bu kelayotgan suvga to'siq bo'lib qoladi. Shuning uchun bu yerda yopish kerak emas. Shuning uchun prosta o'zini krishkasini qo'yib qo'yish kerak. Bozorlardanmi sotayotgan narsangizni prosta usti krishka yopib qo'yinglar bo'ldi. Bu prostansiyani to'ldirish, rastvor bilan to'ldirish yoki kanalizatsion turba qo'ydirib yonlarini yopmaylar. Bu narsa aslo mumkin emas. Shuning uchun shu tushunmovchilikka oydinlik kirib ketish uchun shu video tayyorlandi va aslo bu ishni takrorlay ko'rmang. Shu keltirib o'tgan sabablarimga ko'ra ichini turbalar bilan to'ldirmaylar va rastvorlar bilan to'ldirmaylar. Shunchaki qopqog'ini qo'yib qo'yinglar, xolos.